Bizda afsonalar ko'p bo'lgan. Dunyo eng buyuk futbolchilardan birini bizdan ko'rdi. Lekin jahon chempionati kubogi hali qo'limizga tegmagan. Futbol biz uchun oddiy sport emas. Bu bizning qonimizda bor. Dunyo bizni samba, dribling va chiroyli o'yin bilan eslaydi. Yillar davomida biz faqat boshqalarni televizorda tomosha qildik. Endi esa navbat bizniki. Osiyodan kelgan oddiy jamoa deb o'ylaymiz. Biz bu hissiyotni bilamiz. Butun dunyo qarshimizda bo'lsa ham yutishni bilamiz. Kubok bizning qo'limizda bo'lganini unutdingizmi? Final biz uchun yangi sahna emas. Biz bosimni yaxshi bilamiz. Yulduzlar ketadi, yangilari tug'iladi. Fransiya futbol mashinasi hech qachon to'xtamaydi. Mag'lubiyat bizga og'ir botadi. Oxirgi turnirlar biz kutgandek bo'lmadi. Lekin Germaniya eng kuchli paytida emas, eng qiyin paytida xavfli bo'ladi. Biz futbolni san'atga aylantirganmiz. Har bir pasni bu reja, har bir harakat bu falsafa. Dunyo bizning tiktakamizni unutma. Bizni ko'pchilik hali ham past baholaydi, lekin katta jamoalarni yiqitish qanday bo'lishini bilamiz. Biz qo'rqmaymiz. Biz kutmagan joydan zarba beramiz. Siz eng intiqlik bilan kutayotgan o'yinlar qaysi? Jahon chempionati 2026 da qaysi jamoa g'alaba qozonishini xohlaysiz? Video sizga yoqdimi? Videoga like va obuna bo'ling. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini xohlaysiz?